Jonimga tegding xotin. Va 10 ming so'm pul qolgan yangi yerga qaytib, enangni puli bilan ketasanmi? Dadasi, men shu zomindagi beshag'och plyusni somsasida yegim kelyapti. Nimaga tushunmaysiz? O'zim uchun so'ramayapman, bolamiz uchun. Beshog'och somsani kim ochgan bo'lsa ham bori. To'xtang dadasi, menga qo'yib bering. Somsani zo'ri, qalbimni qo'ri. Ye, shogir, bu gap qayerda o'rganding? Instagramda o'rgandim ustoz. Sen shu yerda bo'lgan, men klientlardan xabar olaymi, maylimi? Ey ukajonim, somsa qanchada? Opa, 40 mingdan. Bir o'ynasizmi? 2 minutda shu somsangizni yeb beraman. Opa, 2 minutda yeyolmaysiz. Ya nima deyapsan meni xotinimda? Gapimga javob beraman. 2 minut deb tashlaydi. 10 ming so'mdan spor o'ynayman. Ey ukajon, tan olaman yomonim, yutqazdim. Ey dadasi, bering 10 mingdan. Ishlaganingizni nima qilaman, olib ketavering. Qirq minglik somsani 2 minutda yemoqchi bo'ldi. Men shuma deb o'yladim. Foyda ko'rdimmi, ziyon ko'rdimmi? Ha, meni shuma deb o'ylabdi.